Akalar hozir smartwatchda suvga chidamlilik funksiyasini tekshirib ko'rdik. Endi uni quritish kerak. Solishdan oldin shuning uchun Actech'da o'zida ham fen, ham undan tashqari pilisosi bor. Yangiligimiz bor. Ko'ringlar. Ikki tomonlama ishlatsa bo'ladi. O'zini nasatkalari bor. Xo'p. Shu smartwatchni quritish uchun ishlatib ko'ramiz, xudo xolasa. Zaryadkali bu. Bu tomoni pilisos mana mashinalarga juda ham bop. Bu tomoni mana. Fen. Suvlar tekis chiqaryapti. Mo'ykada mashinalarni yuvgandan keyin suvni chiqargani, pilisos qilgani menimcha juda yetadigan narsa. Smartwatch ham suvga ishlab xudo xolasa. Agar kimga qiziqarli bo'lsa, bemalol Actech'ga murojaat qila olasizlar. Bunaqa yangiliklarni o'tkazib olmaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.